Endi mendan bir ikkita do'stlar yangi narsalardan aytib berishni iltimos qilishdi. Balkim lentalari yetib kelgan bo'lsa bilmayman. Armiya to'g'risida kichkina hazillar qilganman. Shu armiyaga borgan bolalar bilan bormagan bolalarning farqi bormi yo yo'qmi aytinglar menga shuni. Ha? Bormi yo'qmi? Otangizga rahmat, yer bilan osmoncha farqi bor. Aytavering dangal uni. Masalan, mana shu yerda Qo'rg'onchada bitta soldat armiyadan kelsa 15 minutda gap. Eshitdilarmi? Boltani o'g'li tesha armiyada. Kepta. Ilgari rangida qon yo'q edi voy. Ikki beti qip-qizil, xumdonda pishgan ko'zaday bo'lib qolibdi. Chiroyli bo'lib ketibdi, yelkalari ochilib, govda qo'yibdi. Ukalarini sizlayapti. Tob, yerga ursa osmonga irg'irdi, bosilib qopti, bosib jo'natadi yoqdan. Enasini bog'iga boribdim men. Yigitga, chigitga ajratadigan joyga borgan. Yerda opoq dadalari bor, tarbiyalagan uni. 20 kilometr asfaltni ko'tarib kirso'm bilan yuvgan, bosilgan. Kichkina uylarda zubni shotga bilan yuvgan, bosilgan. Uni yeritib qaytadan quyib yuborgan uni. U ilgariga yo'q, ilgariga. Endi armiyaga bormagan bolalar mana buni aksi. Mana o'zimiz ko'rib turibmiz shu kunlarda. Rangida qon yo'q. To'yga aytmasa ham kelaveradi. Keptida desa o'rtaga chiqmali break degan o'yin chiqibdi. Shaytonlab qolganmi? Men hech hazm qila olmayapman shuni. Uyga taklif qilinmasa ham tuplini yechmay to'g'ri chiqib ketaveradi. Chollar gaplashib o'tirgan bo'lsa to'xtating, Husan buva, biz gapiramiz. Soqolingni yulib olaman ham deyaveradi. Menga baribir ular kamchiliklarini qo'yingki, bularning ko'pchiligi motor minadi, motor. To'g'ri minsa minar, meni nima ishim bor? Shu gulishitilini olib tasham minatda. Shu gulishitilni davlat gulishit qiladi deb chiqargan. Nima olib tashaysan, motor? Mana bog'dan kelyapti. Tasavvur qilinglar. Qaytdim. Kimdi bolasi bu valad? Kimdi bola? Jo'rapiyonda o'g'lim. Otangga o'xshamay o'l. Ketiga pattiq bo'lganmi? Uchadi-ya, oyog'i yerga tegmayapti. O na kechasi tinadi, na kunduzi tinadi. Mana televizion miniatyuralar teatrini ko'ryapsiz. Motor o'tyaptim. Zo'r передач ketyapti. U o'tyaptim. Televizor va motorga qo'shilib tarillaydi voy. Orqasidan tutun chiqib, haligi miniatyuradagi artistlar mamnun bo'lib ketadi. Yo'q, qa ketdi mana. Yo'qotib berdi. Motoringga, motorim. Qani mana yo'q. To remont kelib ko'rmaguncha ko'rsatmaydi. Endi deng, shu chollar aytibdiki, shu motorni tinchitadigan odam yo'qmi? Bitta ota-o'g'il vallomat yo'qmi desa, bir madaniyat institutini, rejissyorskiy fakultetini bitirgan bir bola bor ekan, otaxonlar, men uni eplayman, men buni tinchitaman deb. 3 sutka tinchitib beribdi. Yo'q motor. Tasavvur qiling, yo'q. Chuqur-puqur kovlab ko'nvormabdi. Dera-peraga itarib bermabdi. Aptekadan surgidorini olibdi. Sekin uyiga boribdi. Gaplashib o'tirib, uka seni sog'inib ketdim, bir billa abid qilaylik deb ovqatga qo'shib berib beribdi. 3 sutka surib beribdi. Yo'q motor. 3 sutkadan keyin yana bir havo olgan ekan, 9 sutka ketibdi shu bilan. Bog'dan chiqmay qo'ya qolibdi. Yo'q, voy, osmon ko'm-ko'r. Qushlar uchyapti. Bedanalar patpalak.
Bulbullar hovuzlarda baqalar natural ovozda sayrayotganimish a? Radioda Orpali Mahsumovlar tungi tongi konsertlarda maqomlar aytarkan, bosiyotgan ekan motor a? Televizorda ayting, tiniqlashib ketib, Ergash Karimov, Roza Karimovalar televizordan chiqib, odamlar bilan bir ikki piyola choy ichib, kechirasizlar, davlatchilik kirmasak bo'lmaydi deb kirib ketayotganimish a? Qarang, bor ekan shunchalik. Endi chollar xavotir olibdiki, bu motor yo'qib ketdi. Bu madaniyat institutini bitirgan bola met pet qivordimi deb Jo'rapiyondikka 3 ta chol keldi. Jo'ra! O, Jo'ra! Jo'ra! Shu Jo'ra tog'a chiqib ichib olgan. Ha, kelinglar. Men chollar chaqirmadim-ku. Chaqirmasang ham mayli-yu. Motoring ko'rinmaydi-ya. Qanaqa motor? Motor bolang, ha, uyda bog'da etagida tarilib deyapti. Yangisini yasayotgan ekan. Ana endi mana shu motor povsga kelib armiyaga ketyapti. Qarang, orqasidan voyankamatga, obil voyankamatga 350 ta odam chiqibdi. Bo'lishi bitta motor ketyapti. U borsa kemasga ketyapganda 350 ta odam chiqibdi. O'zi ham erkada, erkak katta qilishgan, tug'ilishi bilan kalaskada. Keyin 3 qildiraylik, 2 qildiraylik, 2 qildiraylik, va deydigan mashinalarda ham mingan, batareyaga yuradigan, 7-sinfda jins kiygan, amerikanskiy, shtatskiy, invanve, dvanve degan. U qurib ketmagur 120 so'm turadi. Dadasi 90 so'm oylik oladi xolos. Kiygan, bu mashina ham minardi-yu, armiyaga ketib qoldi endi. Endi qo'zim qilib katta qilishgan. O'zlari yemagan, bunga yedirishgan. Ketganiga 15 kun bo'lgandan keyin falon joyga tushdim deb xat keldi-yu, 3 oygacha xat yo'qda. Endi xavotir olishyapti. Endi qiyin-da. Dadasi xat yozyapti. Qo'zim. Nima xat yozmayapsiz? Qo'zim bolam. Xat yozing, qo'zim bolam, onangiz yig'layaptilar. Kelishingizga yangi 07 mashina olib qo'ydim. Balonini juni o'tirgan odamni tagini qitiqlaydi. Qo'zim, xolangiz qishloqda eng oldi qizini qidiryapti. Kelishingiz bilan uylab qo'yaman. Qo'zimdan xat keldi. Dada. Kerakmasmaga 07. Xolamga ham ayting, xotin qidirmasinlar, men uylanmayman, tul o'tib ketaman men. O'zimni kirim o'zim yuvoradigan bo'lib qoldim. Qo'shnilaringiznikini ham yuvib beraveraman. Shu jon dada bitta qo'zishaq olib, peshanasiga belil kraskamidan det deb yozib boqib turing. Borib so'yiveraman. Motor armiyadan keldi. Qarang, vaqt o'tdi, 2 yil bit o'tib ketibdi. 2 yilda pechani esdan chiqarib qo'yish mumkinmi? Mumkin emas. Bu esdan chiqarib ketdi. Qarang, ana endi bu qilig'i chiqdi. Tagida bo'lmasa, iyadan ham aqlli bo'lib qaytma. Tadat. Qo'rmon. Pagonlar oqminan qo'rg'alonga. Mana bu yerda Samadiyni temir desaylar. Zanjirlar. Shapka Xudoni kelta tur. Qancha orqaga kiysa shu o'lar. Agar mana bu yerga kiysa vobshe o'zga o'lar ekan mumkin emas. Siz bilan yelimlab qo'ysa ham turmaydi voy. De top kelgan. Inasidan boshqa hamma paxtada. Inasi gangib qoldi. Voy sho'rgilab bo'ldi. Voy meni bolam kelsa. Voy men buni ko'rmay o'lib ketaman deb qo'rqardim. Meni bolam Dadani chaqir. Onangni chaqir. Qani ko'rpacha solib, qani ko'rpachaga o'tirsa nima deydi? Я курпачах не могу сидеть. Мне стул принесите. Voy sho'rgilab bo'ldi. Bolam bechora o'z bechorasidan chiqarib qo'ydi. Voy sho'rimga sho'rva to'kildi. Bolam bechora o'z. Bolam, sen xizmatdasan, qo'shnimiz Oysha xolang ham olamdan o'tib ketdi. Кто? Ayşe hala. Вот это Ayşe hala, который на моем мотор сельсовет жаловался, да? Не трогает. Mana buyoqdagi Toshnazar buvang ham olamdan o'tib ketdi. Кто? Toshnazar.
Necha o'tib ketdi. Короче, ne trogay desa, kampir o'yladiki, bu ta'ziya bildiryapti kerak deb, ha, endi bolam. Nima qilaylik biz ham? Mana shu yerda o'tiribmiz, puskayga trogay deb biz ham. Keldi ketdi boshlandi. Novvos oyog'ini ham bog'lamay burmuslab qassoblar so'yib yubordi. Odamlar kelyapti. Ey, soldat. Ya. Motor yaqinda yurgan edi, ketdi-da. U buni ikki beti qip-qizil. Bu narsaga o'razdi. Voy aman bugun. Qani sihat salomatlikmi? Omon-esonlikmi? Qalaysan endi? Qara. Qatta xizmat qilding, Прибалтика. Только так пахали. Ой, я как шугал молодых. Как так я в полк заходил, молодые как таяк стояли. Где-нибудь я сидел, они открывали дверь, тут же прикрывали. Я им... Yaptı qarang ya. Faqat shu gap qilganim ishlar. Endi dadasi jon o'g'lim, o'zbekcha gapiring, uyat bo'ladi, keldi ketdi o'tirib turibdi. O'zbekcha gapiring, ispas ekan deydi. Papa, я понимаю, но говорить забыл. Jon bolam, zabil qilmang, o'zbekcha gapiring. Uyat bo'ladi, ana odamlar ispas ekan. Papa, я понимаю, но говорить не могу. Mogit qiling, jon bolam, mogit qiling. O'zbekcha gapiring. Papa, я не могу. Mogit qila, o'zbekcha gapiray. O'zbekcha gapir. Ispas ekan dedim. 5 yil qon kechib men esimdan chiqarmagansan. Qanaqa esingdan chiqarasan? 2 yilda 16 ta tovuq yuribdi ichida ola chipar bor ekan. Ola chipar tovuq o'rchasi nima bo'ladi? Kiyib qo'yapsiz. Qani aytingchi? Ola chipar tovuq o'rchasi nima bo'ladi desa, ola chipar tovuq bo'ladi. Qarang, sal qisib chiqarsa o'rchi bo'laverarmish a? Endi har kuni ertaman turib aravalarni g'ildiragini ko'tarib zaryadga qilib qoladimi? Yarim yalang'och bo'lib 3 mahalla yugurib keladimi? Qarang, qiliqlar ko'p, soyga tushib 5 mahal tishini yuvib chiqadimi? Endi deng agaratlarga kirib o'ziga o'zi komanda berib soldatcha yurishlar qilib qoladimi? Ravlan! Hirra! Ravlan pro! Shagab! Mursh! Res 2 3 deb yursa, o'zimizni o'zbekcha ketmon yotganimiz. Ketmonga qarab, "Ну да кетмень. Ну ты кетмень. Ты еще жив, да? Ты меня ждешь? Напрасно ты меня ждешь, кетмень. Ну ты кетмень. Ketmeng deb betini bir bosgan ekan, sopi jandaraq deb peshonasiga tegsa, ketmon ey, durmush.